Ayol oshxonada ovqat qilayotgan ekan, eri kichkina qora bonkacha bilan yugurib kelib, "Xotinjon, 1 soatlik ishim bor ko'chada. Tezda qaytaman. Bu yerda meni 20 yillik mehnatim bor bonkaning ichida. Aslo qopqog'ini ochib qo'ymaman kelgunimcha" deb tayyorlab chiqib ketibdi. Ayol qiziquvchan. Qiziqibdi, ovqat pishiryapti, bonkaga qararmish. Ichida nima bor ekan bonkani? Erim mendan 20 yil nima bekitgan ekan deb bir marta ochib ko'raman qopqog'ini nima bo'pti deb qopqog'ini ochibdi. Ichidan katta bahaybat mavjudot chiqibdi. "Ey ayol, rahmat senga. Qiynalib ketdim kichkina bonkaning ichida. Meni qutqarding" debdi. Ayol hayron bo'lib, "Sen kimsan?" debdi. "Haligi narsa men shaytonman" debdi. "Muncha bahaybatsan" debdi ayol. "Men ishonmayman kichkina qora bonkachaning ichida shuncha yil yashaganingga. Sen yo osmondan tushding yo qayerdandir kelib qolding. Chunki bunaqa bahaybat narsa kichkina bonkachaning ichida nima qilsin" debdi. "Qanaqa qilib kirsin" debdi. "Sen meni aldayapsan, meni aldama. Meni hech kim aldolmaydi, yolg'onchi" debdi ayol shaytonga qarab. Shayton g'azablanib, "Hoy ayol, qarab tur. Men bonkaning ichiga yana qaytib kiraman, ko'rasan ko'zing bilan isbotini" deb shayton bonkaning ichiga kirgan ekan, ayol kishi qopqog'ini yopib qo'yibdi bonkachani. Ayol kishi kulibdi. Keyin kuxnyada ovqat pishirishda davom etibdi. Shayton bonkaning ichida dod faryod qilarmish. Buni eri meni 20 yil ovora bo'ldi shu bonkaning ichiga tiqish uchun. Bonkaning ichidan ozod bo'ldim. Lekin ayol meni bonkaning ichiga qaytarib yana solib qo'yish uchun 5 minut ham ishlatmadi. Ayol kishini yaratarkansan, "Ey Xudo, menga nima hojat bor edi" deb baqirarmish. 1 soat o'tib ayolli eri uyga kelibdi. "Bonkam qani" debdi xotiniga. "Antga qo'yib qo'ydim bonkangizni. Bonkangiz o'zingizga buyursin. O'tiring, ovqat pishdi, ovqat yeymiz" dermish. Bizning makrimizning yonida shaytonlar ham uzr kechirasiz deb qo'ygan joylari bor ekan. Ehtiyot bo'lasizlar. Like bosing.